Sizlarga men uchratgan hayotda ham, internetda ham bir xil bo'lgan yagona bloger haqida gapirib bermoqchiman. Agar siz ularning blogini ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. Bu inson Tascooking nomi ostida ijod qiladigan Nodira Rahimova bo'ladilar. Ular o'zlarining food bloglari orqali hozirgi kunda 1.700.000 dan ortiq obunachiga egalar. Keling ularning Instagramda bu darajada mashhurlikka olib chiqqan kontentlaridagi 3 ta omilni sanab o'tamiz. Ishonaman, bu sizga ham foydali bo'ladi. Birinchidan bu ularning notiqlik mahoratlari. Bilishimcha Nodira opa oldin pedagog bo'lib ishlaganlar va bu ularning bloglariga juda ham katta yordam bergan. Chunki yoqimli ovoz, chiroyli jumlalar, so'zlarni o'z o'rnida ishlata olish siz berib turgan ma'lumotni tomoshabinga aniq va tiniq yetib borishini ta'minlaydi va buni odamlar yaxshi ko'radi. Ikkinchidan bu ular o'z bloglarida faqat ovqat haqida emas, balki hayotlari, oilalari va kundalik turmush tarzlari haqida qisqa lifestyle blog ham qo'shganlari. Sababi odamlar sizni yaxshi ko'rishi, sizga sodiqligi oshishi va blogingizdan tez zerikib qolmasligi uchun bunday videolar kerak va bu odamlarga qiziq. Uchinchidan, sodda va yorqin kadrlar va ular har bitta videoni boshlashlarida ishlatadigan insonni o'ziga jalb qiluvchi so'zlar, ya'ni hook. Ortiqcha effektlar va murakkab montajlarsiz qilingan sodda videolar har doim insonlar tomonidan yaxshi qabul qilingan. Videolarni boshida ishlatiluvchi, insonlarni o'ziga jalb qiluvchi hook bo'lsa, millionlab reelslar oqimi orasidan aynan sizning videoingiz tomoshabin qarmog'iga ilinishini ta'minlaydi. Nodira opaga omad tilaymiz. Siz bo'lsa menga obuna bo'ling, chunki bu foydali.